Bugun men sizga ko'pchilik juda kech tushunadigan, lekin har birimizning cho'ntagimizga bevosita ta'sir qiladigan mavzuni tushuntiraman. Pensiyani qanday to'g'ri tanlash? Pensiya jamg'armasiga murojaat qilganda nimaga e'tibor berish va qanday xatolar sabab odam har oy 1 million, hatto 2 million so'mgacha pulni yo'qotishi mumkin. Bu ma'lumot faqat pensionerlar uchun emas. Hozir 25 yoshda bo'lgan odamga, 25 yoshda ishlayotgan odamga, pensiyaga chiqishga yil qolgan odamga ham tegishli. Chunki pensiya bir kunda shakllanmaydi. U butun mehnat faoliyatingiz davomida yig'iladi. Agar siz ishlagan yillaringiz, rasmiy maoshingiz, arxiv hujjatlaringiz, imtiyozli stajingiz yoki pensiya turi masalasiga befarq qarasangiz, keyin pensiya jamg'armasiga borganda nega pensiyam kam chiqdi deb hayron bo'lishingiz mumkin. Shuning uchun hozirroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bugungi mavzu sizning yoki ota-onangizning har oylik daromadiga ta'sir qilishi mumkin. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Odam 3 yil ishlaganman deydi, lekin pensiya hisoblashda umidagi yil staj chiqadi. Odam men falon zavodda ishlaganman, falon shirkatda ishlaganman, bozorda ham ishlaganman deydi. Lekin pensiya jamg'armasi hujjatga qaraydi. Ya'ni gap men ishlaganman degan og'zaki so'zda emas, ish daftarchasi, buyruqlar, arxiv ma'lumotnomasi, soliq va ijtimoiy to'lovlar, ish haqi bo'yicha rasmiy ma'lumotlarda. Ilgari ko'p narsa qog'oz orqali yurardi. Ish daftarchasi asosiy hujjat edi. Korxona yopilib ketgan bo'lsa, arxivdan ma'lumot olish kerak bo'lardi. Maoshlar ham ba'zida konvertda berilgan, rasmiy qismi juda past ko'rsatilgan. Odam real hayotda 5 million olgan. Lekin hujjatda tekin sud 1000 so'm yozilgan. Pensiya kelganda esa davlat siz 1 million olganman dedingiz demaydi. Hujjatdagi rasmiy daromadga qaraydi. Mana eng katta o'g'riq shu yerda. Hozir esa tizim asta-sekin raqamlashmoqda. Ish staji, daromad, soliq to'lovlari, bandlik ma'lumotlari elektron bazalarda ko'rinishi mumkin. Bu yaxshi tomoni. Lekin eski yillardagi ishlagan davrlar, ayniqsa 1990 yillar, 2000 yillar boshidagi ma'lumotlar ko'pincha to'liq bo'lmaydi. Korxona tugatilgan, hujjatlar arxivga topshirilmagan, ish daftarchasida muhr noaniq, buyruq raqami yo'q, lavozim nomi noto'g'ri yozilgan bo'lishi mumkin. Shunda sizning pensiyangiz kamayib ketadi. Yana bir muhim o'zgarish. Bugun odamlar pensiya masalasini faqat yoshga doir pensiya deb o'ylamasligi kerak. Nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi, imtiyozli pensiya, muddatdan oldin pensiyaga chiqish, zararli yoki og'ir sharoitdagi ish staji, ayollar uchun bolalarni parvarish qilish davri, harbiy xizmat, oliy ta'lim davri kabi nuanslar bor. Har bir holatda hisob-kitob boshqacha bo'lishi mumkin. Agar siz noto'g'ri yo'lni tanlasangiz yoki o'zingizga tegishli imtiyozni talab qilmasangiz, har oy yo'qotadigan pulingiz yillar davomida juda katta summaga aylanadi. Asosiy qismiki nimani bilish kerak, kim xavotir olish kerak. Kim xotirjam bo'lishi mumkin? Men birinchi navbatda shuni aytaman. Pensiya miqdoriga 3 ta katta omil ta'sir qiladi. Birinchisi ish staji, ikkinchisi rasmiy daromad yoki ish haqi, uchinchisi sizning hujjatlaringizning to'g'riligi va to'liqligi. Ko'pchilik faqat stajga qaraydi. Menda 35 yil staj bor, demak pensiyam yaxshi bo'ladi deydi. Lekin 35 yil staj bo'lib, maosh rasmiy past bo'lsa, pensiya kutilgandek chiqmasligi mumkin. Aksincha, staji unchalik ko'p bo'lmasa ham rasmiy daromadi yuqori bo'lgan davrlar to'g'ri tasdiqlansa, pensiya yaxshiroq chiqishi mumkin. Masalan, birinchi holatni olaylik. Ali aka 60 yoshga to'ldi. U 30 yil ishlagan. Lekin u 2 yilni xususiy firmalarda kelishib ishlagan, rasmiy maoshi minimal ko'rsatilgan. Real hayotda 6-7 million so'm olgan, lekin hujjatda 1 million atrofida bo'lgan. Pensiya hisoblashda uning haqiqiy topgani emas, rasmiy ko'rsatilgani inobatga olinadi. Natijada alaka men yaxshi joylarda ishlaganman desa ham pensiyasi past chiqadi. Agar u o'sha yillarda ish beruvchidan rasmiy maoshni to'liq ko'rsatishni talab qilganda, bugun har oy sezilarli ko'proq pensiya olishi mumkin edi. Ikkinchi misol. Dilbar opa maktabda 28 yil ishlagan. Ish daftarchasi joyida buyruqlar bor, maosh rasmiy bo'lgan. Uning holati ancha tartibli. Lekin u 3 nafar farzandni parvarish qilgan davrlarni hisobga oldirishni o'tgan. Ba'zi davrlar mehnat stajiga qo'shilishi mumkin. Lekin buning uchun tug'ilganlik guvohnomalari, mehnat faoliyatidagi tanaffuslar, tegishli hujjatlar ko'rib chiqiladi. Agar Dilbar opa bu mayda narsa deb e'tibor bermasa, staji kamroq ko'rinadi. Staj kamroq ko'rinsa, pensiya ham kamayishi mumkin. Demak, ayollar uchun bolalar bilan bog'liq davrlar juda muhim. Uchinchi misol.
Rustam aka zararli ishlab chiqarishda ishlagan. Kimyo zavodi kon, issiq sex, og'ir sanoat kabi joylar. Bunday ishlar bo'yicha imtiyozli pensiya huquqi bo'lishi mumkin. Lekin bu yerda faqat men og'ir ish qilganman deyish yetmaydi. Lavozim ro'yxatda bormi? Ish sharoiti tasdiqlanganmi? Ish joyi attestatsiyadan o'tganmi? Buyruqlarda lavozim aynan qanday yozilgan? Arxiv ma'lumotnomasida zararli sharoit ko'rsatilganmi? Bular hal qiluvchi ahamiyatga ega. Agar Rustam aka hujjatlarni oldindan tekshirtirmasa, imtiyozli pensiya o'rniga oddiy yoshga doir pensiya hisoblanib qolishi mumkin. Farq esa har oy katta summa bo'lishi ehtimoldan xoli emas. 4-misol. Nodir ismli yigit 32 yoshda hozircha pensiya haqida o'ylamaydi. U frilanser, yaxshi daromad qiladi, lekin rasmiy ishlamaydi, soliq va ijtimoiy to'lovlarni tartibli yuritmaydi. U bugun menga pensiya kerak emas, o'zim pul topaman deydi. Lekin hayot doim bir xil bo'lmaydi. 25-30 yildan keyin sog'liq, bozor, daromad manbalari o'zgarishi mumkin. Agar u hozirdan rasmiy faoliyatini to'g'ri yuritsa, yakka tartibdagi tadbirkor sifatida yoki o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida qonuniy yo'l bilan to'lovlarni amalga oshirsa, kelajakda staj va pensiya huquqi bo'yicha muammosi kamroq bo'ladi. Men yosh tomoshabinlarga doim aytaman. Bugungi rasmiy daromad ertangi ijtimoiy himoyangizdir. Kimlar albatta xavotir olishi va hozirdan tekshirishi kerak. Birinchidan, pensiyaga chiqishiga 5 yil yoki undan kam qolganlar. Siz oxirgi oyda hujjat yig'ishni boshlasangiz, arxivdan ma'lumot topish qiyin bo'lishi mumkin. Ikkinchidan, ko'p joyda ishlaganlar. Har bir ish joyi bo'yicha yozuv to'g'ri bo'lishi kerak. Uchinchidan, xususiy korxonalarda, fermer xo'jaliklarida, shirkatlarda ishlaganlar. Chunki bunday joylarda hujjat yuritish doim ham ideal bo'lmagan. To'rtinchidan, zararli og'ir, mavsumiy yoki norasmiyga yaqin ishlarda bo'lganlar. Beshinchidan, ish daftarchasini yo'qotganlar yoki unda xatolik borlar. Kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin? Davlat tashkiloti doimiy rasmiy ishlagan, ish daftarchasi to'liq. Elektron bazalarda ma'lumotlari ko'rinadigan, maosh rasmiy berilgan, ish joylari arxivga tartibli hujjat topshirgan odamlar. Lekin xotirjam degani umuman tekshirmaslik degani emas. Men bunday odamlarga ham kamida bir marta pensiya jamg'armasi yoki tegishli elektron xizmatlar orqali o'z staji va ma'lumotlarini ko'rib chiqishni maslahat beraman. Endi har oy 2 million yo'qotmaslik degan gapni realroq tushuntiraman. Faraz qilaylik, bir odamga hujjatlar to'liq bo'lsa 4 million so'm atrofida pensiya chiqishi mumkin edi. Lekin 8 yil staji tasdiqlanmadi. Yuqori maosh olgan davrlar arxivda topilmadi, imtiyozli davr hisobga olinmadi. Natijada pensiya 2 million yoki 2 million so'm chiqdi. Farq har oy imixamini 2 million. Bir yilda bu 12 imixam million. 10 yilda esa paqmaqim 2 million so'm. Bu oddiy xato emas. Bu butun oilaning daromadiga ta'sir qiladigan masala. Birinchi tuzoq, ish daftarchasidagi yozuv bor. Demak, hammasi hal deb o'ylash. Yo'q, har doim ham emas. Ish daftarchasida korxona nomi, ishga qabul qilingan sana, bo'shagan sana, buyruq raqami, muhr, mas'ul shaxs imzosi aniq bo'lishi kerak. Agar yozuv o'chgan, muhr tushunarsiz, sana xato, korxona nomi o'zgargan bo'lsa, qo'shimcha tasdiq talab qilinishi mumkin. Shuning uchun eski ish daftarchangizni hoziroq ochib ko'ring. Har bir yozuvni o'qing. Qabul qilindi bor, bo'shatildi yo'q bo'lsa bu ham muammo. Korxona nomi qisqartma bilan yozilgan bo'lsa, keyin aniqlashtirish kerak bo'lishi mumkin. Ikkinchi tuzoq, yuqori maosh olgan davrlarni isbotlay olmaslik. Ba'zi odamlar pensiya oldidan men falon yillarda juda yaxshi maosh olganman deydi. Lekin bu maosh buxgalteriya hujjatlarida bormi? Daromad solig'i, ijtimoiy to'lovlar aks etganmi? Arxivda ish haqi vedomoslari saqlanganmi? Agar saqlanmagan bo'lsa, pensiya hisoblashda siz kutgan natija bo'lmasligi mumkin. Ayniqsa, korxona yopilgan bo'lsa, oldindan arxivga so'rab yuborish kerak. Uchinchi tuzoq, konvertdagi maoshning oqibati. Bu bugun ko'p uchraydi. Ish beruvchi rasmiy 2 million ko'rsatadi, qolganini qo'lga beradi. Ishchi bugun rozi bo'ladi, chunki qo'lga pul tegmoqda. Lekin ertaga kredit olayotganda kasallik varaqasi, dekret, kompensatsiya, ishsizlik, pensiya hisobida muammo chiqadi. Men mutaxassis sifatida aytaman, konvertdagi maosh qisqa muddatda qulay ko'rinadi. Lekin uzoq muddatda sizni ijtimoiy himoyasiz qoldiradi. To'rtinchi nozik jihat, pensiya turini to'g'ri tanlash. Ba'zi odamlar bir vaqtning o'zida bir nechta asosga ega bo'lishi mumkin. Masalan, yoshga doir pensiya huquqi bor. Lekin nogironlik pensiyasi ham bor. Yoki bo'g'ichisini yo'qotganlik bo'yicha to'lov olish imkoniyati bor. Har doim ham birinchi taklif qilingan
variant eng foydali bo'lmasligi mumkin. Men bunday vaziyatda menga qaysi pensiya turi moliyaviy jihatdan foydaliroq hisoblab bering deb yozma yoki rasmiy murojaat qilishni maslahat beraman. Og'zaki so'z bilan cheklanib qolmang. 5. Nozik jihat. İş stajidagi bo'shliqlar. Masalan, siz 2005 yildan 2010 yilgacha bir firmada ishladingiz. Keyin 2011 yildan 2018 yilgacha boshqa joyda. Lekin 2010 yilning 6 oyi hujjatda ko'rinmayapti. Bu 6 oy mayda ko'rinadi. Lekin bir nechta shunday bo'shliq yig'ilib 2-3 yilga aylanadi. Pensiyada esa har bir yil muhim. Ayniqsa minimal talabni to'ldirishda bu juda seziladi. 6-tuzoq arxivga kech murojaat qilish. Korxona tugatilgan bo'lsa, uning hujjatlari davlat arxivida, tuman arxivida yoki huquqiy voris tashkilotda bo'lishi mumkin. Lekin hujjat topish vaqt oladi. Ba'zan arxiv bunday hujjat topshirilmagan deb javob beradi. Shunda boshqa yo'l izlash kerak bo'ladi. Buyruq nusxalari, hisob-kitob vedomoslari, kasaba uyushmasi hujjatlari, sud orqali faktni aniqlash kabi murakkab jarayonlar bo'lishi mumkin. Pensiyaga chiqishga bir oy qolganda bularni qilish juda qiyin. 7. Nozik jihat. Ism familiya o'zgarishi. Ayollarda turmush qurgandan keyin familiya o'zgaradi. Ba'zan ish daftarchasida eski familiya, diplomda boshqa familiya, pasportda yangi familiya bo'ladi. Bunday holatda nikoh guvohnomasi, familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'ladi. Agar bu hujjatlar tayyor bo'lmasa, pensiya jamg'armasida ortiqcha savollar tug'iladi. 8. jihat chet elda ishlagan davrlar. Ko'pchilik Rossiya, Qozog'iston, Turkiya yoki boshqa davlatlarda ishlagan. Bu davrlar pensiyada qanday hisoblanishi ikki davlat o'rtasidagi kelishuvlarga, rasmiy ishlaganingizga, to'lovlar qilinganiga va hujjatlar mavjudligiga bog'liq. Agar siz chet elda norasmiy ishlagan bo'lsangiz, bu davrni keyin staj sifatida kiritish qiyin bo'lishi mumkin. Rasmiy mehnat shartnomasi, ish beruvchi ma'lumotnomasi, sug'urta to'lovlari bo'yicha hujjatlar saqlanishi kerak. 9. jihat jamg'arib boriladigan pensiya masalasi. O'zbekistonda ayrim davrlarda fuqarolarning shaxsiy jamg'arib boriladigan pensiya hisob varaqlari bo'yicha mablag'lar shakllangan. Ko'pchilik bu hisob haqida unutib yuboradi yoki qayerdan tekshirishni bilmaydi. Bu davlat pensiyasining o'rnini to'liq bosmaydi, lekin qo'shimcha manba bo'lishi mumkin. Shuning uchun Xalq banki yoki tegishli xizmatlar orqali o'zingizning jamg'arib boriladigan pensiya hisobingiz bor yo'qligini, unda mablag' aks etgan etmaganini tekshirish foydali. 10. jihat og'zaki maslahat bilan cheklanmaslik. Ba'zan odam pensiya jamg'armasiga boradi, navbatda turgan odamdan yoki tanishdan eshitadi. Senga baribir chiqmaydi, bu hujjat kerak emas, shu bilan kifoya. Men bunday maslahatlarni xavfli deb bilaman. Har bir holat individual. Sizning huquqingizni faqat to'liq hujjatlar va amaldagi tartib asosida baholash kerak. Agar rad javobi berilsa, uni yozma ko'rinishda olish muhim. Yozma javob bo'lsa, keyin yuqori tashkilotga yoki sudga murojaat qilish imkoniyati bo'ladi. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Men sizga aniq qadamlarni aytaman. 1-qadam, barcha mehnat hujjatlaringizni bitta papkaga yig'ing. Ish daftarchasi, mehnat shartnomalari, ishga qabul qilish va bo'shatish buyruqlari nusxalari, maosh ma'lumotnomalari, harbiy bilet, diplom tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargani haqidagi hujjatlar, nogironlik bo'yicha ma'lumotlar, mukofot yoki maxsus unvon hujjatlari bo'lsa, hammasini tartiblang. 2-qadam, ish daftarchasini tekshiring. Har bir ish joyi bo'yicha 3 ta narsa bo'lishi kerak. Qachon qabul qilingansiz? Qaysi lavozimga qabul qilingansiz? Qachon va qanday asosda bo'shagansiz? Muhr va imzo borligini ko'ring. Agar bo'sh joy, xato sana, noto'g'ri familiya yoki tushunarsiz yozuv bo'lsa, o'sha tashkilot hali mavjud bo'lsa, hoziroq kadrlar bo'limiga murojaat qiling. Tashkilot yopilgan bo'lsa, arxivga so'rov tayyorlang. 3-qadam, elektron ma'lumotlaringizni tekshiring. MyPonkuk.uz soliq organlari xizmatlari. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali yoki pensiya jamg'armasining mavjud elektron xizmatlari orqali staj, ish haqi va hisobdagi ma'lumotlarni tekshirish imkoniyati bo'lsa, foydalaning. Agar elektron bazada siz ishlagan joy ko'rinmasa, bu darhol vahima qilish degani emas, lekin hujjatni qo'lda tasdiqlash zarurligini bildiradi. 4-qadam, pensiya jamg'armasiga oldindan maslahat uchun boring. Pensiyaga chiqish kuni kelishini kutmang. Tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga borib, mening mavjud hujjatlarim bo'yicha dastlabki tekshiruv qilib bering. Qaysi davrlar tasdiqlanmayapti? Qaysi ma'lumotnoma kerak deb so'rang.
iloji bo'lsa murojaatingizni yozma shaklda qoldiring. Shunda sizga aniq ro'yxat berilishi osonroq bo'ladi. 5-qadam arxiv ma'lumotnomalarini yig'ing. Arxivga murojaatda tashkilot nomini, ishlagan yillaringizni, lavozimingizni, bo'lim yoki sex nomini, taxminiy buyruq sanalarini yozing. Masalan, men 1998-yil mart oyidan 2004-yil iyun oyigacha falon korxonada hisobchi lavozimida ishlaganman. Ishga qabul qilish va ishdan bo'shatish buyruqlari, shuningdek ish haqi bo'yicha ma'lumotnoma berishingizni so'rayman. Qanchalik aniq yozsangiz, arxiv xodimlari hujjatni topishi shunchalik oson bo'ladi. 6-qadam. Yuqori maosh olgan davrlarni aniqlang. Pensiya hisobida ish haqi muhim bo'lgani uchun qaysi yillarda rasmiy daromadingiz yuqori bo'lganini bilib oling. O'sha yillar bo'yicha ma'lumotnomalar to'liq bo'lishiga e'tibor bering. Agar maosh vedomoslari arxivda bo'lsa, nusxa yoki ma'lumotnoma oling. Bu sizning pensiyangizni oshirishga yordam berishi mumkin. 7-qadam imtiyozli staj ehtimolini tekshiring. Agar siz tibbiyot, ta'lim, harbiy xizmat, ichki ishlar, zararli ishlab chiqarish, konchilik, kimyo, transport, aviatsiya yoki boshqa maxsus sohalarda ishlagan bo'lsangiz, oddiy stajdan tashqari imtiyozli shartlar bo'lishi mumkin. Buni mustaqil taxmin qilmang. Rasmiy ro'yxatlar va pensiya jamg'armasi mutaxassislari orqali aniqlang. Lavozim nomi hujjatda qanday yozilgani juda muhim. Masalan, amalda bir xil ish qilgan ikki odamdan birining lavozimi imtiyozli ro'yxatdagi nom bilan mos tushadi. Ikkinchisiniki mos tushmaydi. Natija ham boshqacha bo'ladi. 8-qadam, rad javobidan qo'rqmang. Agar sizga bu davr hisobga olinmaydi deyishsa, sababini so'rang. Qaysi hujjat yetishmayapti? Qaysi norma bo'yicha rad etilyapti? Yozma javob bering deb murojaat qiling. Yozma javob bo'lmasa, siz keyingi bosqichda o'z huquqingizni himoya qilishingiz qiyinlashadi. Agar haqiqatan ham siz ishlagan bo'lsangiz, lekin hujjat yo'qolgan bo'lsa, ayrim holatlarda sud orqali yuridik faktni aniqlash yo'li ham ko'rib chiqilishi mumkin. 9-qadam, bugungi ish beruvchingiz bilan rasmiy maosh masalasini ochiq gaplashing. Agar siz hozir rasmiy kam, norasmiy ko'p olsangiz, ertaga pensiyada zarar ko'rishingizni tushuning. Men bilaman, hamma ham ish beruvchiga shart qo'ya olmaydi. Lekin hech bo'lmasa xavfni biling. Imkon bo'lsa rasmiylashtirishni talab qiling. Mehnat shartnomangiz bo'lsin. Oylik varaqalarni saqlang. Plastik kartaga tushgan mablag'lar bo'yicha iz olsin. 10-qadam, oilangizdagi kattalarning hujjatlarini ham tekshiring. Ko'pincha ota-onamiz hujjat masalasida beparvo bo'ladi. Bolam, hammasi joyida deyishadi. Lekin ish daftarchasini ochib qarasangiz, 7 yil ishlagan joyida muhr yo'q. Bir davr umuman yozilmagan, familiya xato. Pensiyaga chiqib bo'lgandan keyin ham ayrim hollarda qayta hisob-kitob qilish uchun asos bo'lishi mumkin. Lekin hujjatni topish vaqt o'tgan sari qiyinlashadi. Shuning uchun bugun ularga yordam bering. Yana bir amaliy maslahat, har bir hujjatning nusxasini qiling va elektron ko'rinishda saqlang. Telefon bilan rasmiy oling, lekin sifatli bo'lsin. Google Drive, fleshka yoki boshqa xavfsiz joyda saqlang. Ish daftarchasi yo'qolsa, kamida nusxalar yordam beradi. Albatta, nusxa har doim original o'rinni bosmaydi, lekin izlash va tasdiqlashda katta yordam beradi. Pensiya tanlashda men doim 3 ta savol berishni tavsiya qilaman. Birinchi savol: men qaysi pensiya turiga haqliman? Ikkinchi savol: shu pensiya turida taxminiy miqdor qancha chiqadi? Uchinchi savol: boshqa pensiya turi yoki imtiyozli asos menga ko'proq foyda beradimi? Bu savollarni mutaxassisga aniq bering. Menga eng foydali variantni hisoblab tushuntirib bering deyishdan uyalmang. Bu sizning qonuniy huquqingiz. Bugun men sizga eng muhim fikrni yetkazmoqchiman. Pensiya tasodifan yaxshi chiqib qolmaydi. Yaxshi pensiya rasmiy ish, to'g'ri yuritilgan hujjatlar, tasdiqlangan staj, aniq maosh ma'lumotlari va o'z huquqingizni vaqtida talab qilish natijasida shakllanadi. Agar siz bugun hujjatlaringizni tekshirmasangiz, ertaga har oy katta pulni yo'qotishingiz mumkin. Bu yo'qotish bir oyda sezilmasligi mumkin, lekin yillar davomida juda katta summaga aylanadi. Men sizga maslahat beraman. Bugunoq ish daftarchangizni oling, stajingizni tekshiring, elektron bazalarni ko'ring. Arxivga kerak bo'lsa so'rov yuboring va pensiya jamg'armasidan aniq tushuntirish oling. Agar ota-onangiz pensiya yoshga yaqin bo'lsa, ularga ham yordam bering. Bitta to'g'ri topilgan ma'lumotnoma, bitta tasdiqlangan ish davri, bitta hisobga olingan imtiyoz har oy pensiyani sezilarli oshirishi mumkin. Sizda pensiya hisoblash, staj, arxiv, imtiyozli pensiya yoki jamg'arib boriladigan pensiya bo'yicha savol bo'lsa, izohlarda yozing. Qaysi holat sizga tanish?
Staj yo'qolganmi? Ish daftarchasida xato bormi? Pensiya kam chiqdimi? Fikringizni qoldiring. Videoga like bosing va kanalga obuna bo'ling. Keyingi videolarda men pensiya jamg'armasiga murojaat namunasi, arxivga so'rov yozish tartibi va pensiyani qayta hisoblatish yo'llarini ham alohida tushuntirib beraman.